Mongoliyadamiz do'stlar va ushbu davlat bilan bog'liq ayrim ma'lumotlar bilan sizlarni tanishtirmoqchiman. Mongoliya, ya'ni Mo'g'uliston, Sharqiy Osiyoda joylashgan, Xitoy va Rossiya bilan chegaradosh, maydoni 1,5 million kilometr kvadrat, aholisi 3 milliondan sal ko'proq. Tasavvur qilishingiz uchun hudud nuqtai nazaridan O'zbekistondan 3 barobarga katta, aholi soni bo'yicha esa O'zbekistondan 10 barobar kam aholi istiqomat qiladi. Poytaxti Ulan-Bator shahri va aholining katta qismi, ya'ni 1,5 millioni aynan poytaxtda yashaydi. Asosan aholisi mo'g'ullar va mo'g'ul tilida gaplashadi. Bu yerda sanoat u qadar rivojlanmagan, asosan chorvachilik rivojlangan va O'zbekistondan ushbu mamlakatga kelgan tadbirkorlarimiz aynan chorvachilik mahsulotlari, ya'ni jun, qo'y go'shtini O'zbekistonga olib ketish bo'yicha kelishuvlarga erishishdi. Darvoqe bu yerda qo'y go'shti anchagina arzon, 1 kilogramm qo'y go'shti taxminan 30 ming so'm atrofida. Harorat mo'tadil, misol uchun bugun 23-iyun, soat millari 19:43 va mana shu daqiqalarda harorat 26 daraja iliqni tashkil etmoqda, lekin qishda anchagina sovuq bo'ladi. Ulan-Bator dunyoning eng sovuq poytaxti degan nomni olgan hattoki, va qishki kunida bu yerda -40 darajagacha sovuq harorat kuzatilar ekan va bu mahalliy aholi uchun normal hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 24-25-iyun kunlari davlat tashrifi bilan Mo'g'ulistonda bo'ladi. Tashrif doirasida oliy darajadagi muzokaralar o'tkaziladi. Uning yakunlari bo'yicha qator ikki tomonlama hujjatlar imzolanishi kutilmoqda. Biz tashrif voqealari, uning tafsilotlari xususida sizga yana xabar beramiz.